Menga yoqdingiz. Agar javobini aytsangiz, ertaga siznikiga uyingizdan jo'natib yuboraman. Shunga nima deysiz? Men o'ylab ko'ray, sizga javobimni aytaman, xo'p? Xo'p, yuringda kuzatib qo'yaman. Uchrashuvga chiqdingmi? Bola yoqdimi? Yo'qdi. Yomon bolaga o'xshamaydi. Lekin Nima lekin? Nimadan qo'rqasan? Ading yomon degani bu hamma erkaklar yomon degani emas. Yoshing 30dan o'tyapti. Bunaqada ersiz qolib ketasan. O'tgan safar ham javobingizni aytmadingiz. Shuncha kun kutdim. Balki endi aytarsiz. to'g'risini aytsam, o'zim bitta qarorga kelib olmayapman. Menga yana ozgina vaqt kerak. Nimadandir qo'rqyapsizmi? Yoki menga ishonmayapsizmi? Muammo sizda emas, o'zimda. Ma'lum bir sabablari bor. Mayli. Unda kutamiz. Ma'murga nima yeydi deng? San uchun shuncha harakat qildi, sovg'alar berdi, sovchi jo'natdi. Bu ketishingda 50 ga kirsang ham ersiz qolasan. Uni tanlaysan, buni tanlaysan. Nimalar deyapsan? Hamma narsa sen aytganchalik oson bo'lsa edi. Mayli hozir mehr berayotgandir. To'ydan keyin u mehrni menga bermasa-chi? Men ko'rgan azoblarni, otam ko'rsatgan azoblarni u menga ko'rsatsa-chi? Ursa, so'ksa, tepsa, ichib kelsa, farzandlarimga ozor bersa, unda ham xuddi shunaqa gapira olasan. Xuddi shunaqa kelib aql o'rgata olasan. Meni uyimdagilar rozi. Siz uyingizlarning ham xabari bor. Endi faqat sizni javobingiz kerak. Aytgancha, arzimas bo'lsa ham mamnun oldim sizga. Rahmat. Lekin bu sovg'angizni ola olmayman. Ma'mur, siz juda ham yaxshi insonsiz. Lekin biz birga bo'la olmaymiz.